Denov xalqi boshqalarga qaraganda boshqacharoq. O'zbekistonda отдельный ajralib turadigan xalq. Adel respublikada. Ha, shunaqa. Mahbuslar zonada pul o'rniga sigaret ishlatishadi. Denovda somsa bajaradi u vazifani. Nima narsa olmoqchi bo'lsa, somsaning narxiga taqqoslab ko'radi. Masalan, bitta burger yemoqchi bo'lsa, somsa 23 ming, burger 35 ming. Buni ko'rib somsa yeganmi yaxshi deydi. Katta kompaniyalarga dizayn qilib beradi. Bellissimo, Evis kabi fast foodlarga bu dizayn bizga juda qimmatga tushgan o'zi. Keladi, bir kun ishlaydi, ketadi. Keladi, bir kun ishlaydi, ketadi. Men aytaman, qo'lingda nima keladi? Qo'lida ish kelmaydi-da, lekin katta oylik so'raydi. Sezon petida 500 mingga yetar yetmas topishdi. Kuniga. Bir oyga 15 million. Shunaqa. Koreyaga borishim shart emas. Bir oyda qancha daromad ko'radi? U narsani o'zi aytishimiz mumkin emas. Hozir misol uchun 100 ming dollar deb aytib yuborsam, 100 ming dollar deb aytib yuborsam, Assalomu alaykum do'stlar, yana sizlar bilan Voha podkast. Bugungi studiyamiz mehmoni Denov shahrida ajoyib biznes faoliyatiga ega bo'lgan bir inson bor. Ko'pchilik menimcha shu restoranga kelib ovqat yegan bo'lsa kerak. Uzoqlashtirmaymiz, yaqinlashtirmaymiz. Bugungi studiyamiz mehmoni Denov shahridagi Mondo filialining direktori. Assalomu alaykum Suroj aka, yaxshimisiz? Salomatliklaringiz yaxshimi? Yaxshi yetib keldingizmi? Allohga shukr. Anchadan beri siz bilan tanishmiz, ya'ni ochgandan beri mijozimiz bo'lasiz. Ora-sirada bir gurungalashgan paytimizda siz bilan suhbat qilish ishtiyoqi menda paydo bo'lgandi. Ya'ni Denovda bu yangilik Mondo haqida ko'p ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bizning mijozlarimiz, undan tashqari obunachilarimiz savollar sizga yo'llashgan. Undan tashqari men o'zimda ham sizga lishni beradigan savollarim bor. Bugun eng muhimi boyovoy startda bo'lsak bo'ldi. Xudo xolasa. Tayyormizmi? Tayyormiz. Boshladik unda. Suroj aka, ko'pchilik siz haqingizda ma'lumotga ega emas, obunachilarimizga o'zingizni bir tanishtirib o'tkazsangiz, ko'pchilik menimcha so'rasa kerak, bu bola soqol qo'yib olgan nechinchi yilda ekan deb. Hammaga assalomu alaykum. Ismim Sirojiddin, yoshim 29 da. Oilaliman. Yaqinda bir nafar farzandli bo'ldim. Mashalloh. Qizli bo'ldim. Tabriklaymiz. Rahmat. Kecha 2 oylik bo'ldi. Tim bo'la. 2 oylik bo'lgan va siz anchaga jajjigina qizcha, otasini qizi deganda har bir erkak kishi men 3 ta o'g'lim borda, qizim bo'lishini Allohdan so'rayman, nasib qilsa, kuchli erkakdan qiz farzand birinchi farzand bo'lar ekanda. Buni yaqinda statistikada o'qib qoldim. Ya'ni sirazi kommentariyada haqli gapni gapirib tashlamaydilar. Bu bor haqiqat deb endi bu olimlarning aytishi bo'yicha ekan, taxmin. Tabriklaymiz Suroj aka. Eng muhimi studiyamizda sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Men miltig'ida oldim, otishda boshladim. Bo'ldi aka. Suroj aka, ko'pchilikka qiziq, hozirgi kunda mana Denov shahrida ancha-muncha restoranlar ochilib kelinyapti. Shunaqa ya'ni nazvaniyalari bor, aytilishi, masalan, qayerdadir loft bor, qayerdadir qanaqadir bor. Menga qiziq, Mondo so'zini o'zi ma'nosi nima? Xo'p, Mondo so'zi italyanchada dunyo degani bo'ladi. Mondo ice cream deb ochilgan o'zi. Ya'ni dunyo muzqaymoqlari. Dunyo muzqaymoqlari. Shunaqa. Albatta. Bilib olishimiz juda ham yaxshi. Masalan, ingliz tilini biladigan odamlar birdan razobrat qilgandir, lekin hozirgi kunda ingliz tilini biladigan insonlar ham ozroq kam. Ko'pchilik tashkil qiladi. Va menga qiziq edi baribir. Obunachilarimiz tomonidan ham masalan interesli bo'lgan bo'lsa kerak. Mondo so'zi o'zi nimani anglatadi? Mondo so'zi dunyo muzqaymoqlari degan ma'noni bildirar ekan. Mondo ice cream, to'g'rimi? Bo'lmasam ikkinchi savolimiz birinchi savolimiz juda ham tez savolga javob berdingiz. Ikkinchi savolimiz ozroq murakkabroq bo'ladi. Nima uchun imенно Denov shahri tanlandi Mondoning keyingi filialiga? Denovga 2019-yildan beri harakat qilamiz o'zi. Ya'ni 6 yilga yaqin bo'lib qoldi. 6 yil katta srok. Bozoriga rosa kirmoqchi bo'lganmiz. 2019-yildan beri kelib Denovni o'rganamiz. Joylar qaraganmiz. Har doim nimadir muammo bo'lib, cho'zilib kelavergan. Ya'ni Denovni biz eshitganmiz, yaxshi bilmasak ham eshitganmiz, shu murakkab kirish. Ya'ni xalqi O'zbekistonda отдельный ajralib turadigan xalq. Adel respublikada. Shunaqa. Dunyo qarashlari, o'zim ham shu yerda yashab, ishlab shu narsani bildim. Rostdan shunaqa ekan. Denov xalqi boshqalarga qaraganda boshqacharoq. O'shanga boshqacha qilib, yengillik qilib, zo'r bo'lib kirmasak bo'lmaydi degan fikr bo'lgan. O'shaning uchun sal cho'zilib qolgan vaqt. Lekin o'sha Denov bozorini bilamiz, odamlarni bilamiz, eshitganmiz, o'rganganmiz, ana o'shaning uchun Denovda ochishga harakat qilganmiz. Endi ko'pchilik masalan hayotimiz davomida savollar berilganda, nima uchun imенно biznes Denov shahrida ochish degan paytimizda tadbirkorlarimiz bitta savollar bizga javobi shu bo'ladiki,
Denovda barakasi bor deydi. Denov qanaydir barakali joy. Nima oldinda masalan men tug'ilib o'sgan joyim, Denovda haqiqatdan ham Surxondaryoning qolgan tumanlarini gapirishga meni haqqim yo'q, lekin Denov shahrim boshqacha ko'rinadi ko'zimga. Ya'ni nasileniya bo'yicha ham Surxondaryoda Denov birinchi o'rinda. Biz yaqinda 525 mingtaga yetdik. Bu degani 1,5 milliondan ziyod aholimiz bor. Yaqinda yaqin kelajak, ya'ni 20 yil ichida 1 millionga yetish ehtimoli ham mavjud ekanda. Ko'ryapmiz, hozirgi kunda masalan domlar qurilyapti, uchastkalar qurilyapti. Bu holbuki qolgan tumanlardan insonlar bizga kelishiga va Mondodan kirib xarid qilishiga majbur qiladigan bir joy desak ham bo'ladi. Endi Denovda xalqi oldindan ajralib turganligi bizni xalqimiz jaydari, eng muhimi madaniyatli xalq. Undan tashqari go'shtni juda ham sevadi. Mondoda men kirdim. Reklama emas, seriozli men kirgan paytim burger dedim, Big Burgerda. Men maza qildim. Peshtatkalarni kiyib, sochni yedimda shu ochilgandan keyin aytib osh bo'lsin. Burgerni ko'p joyda yedim, lekin Mondoda hali burger yeganim yo'q. Sifat mana shunday yo'qolmasa, Denovda xalqi Mondoni juda ham yaxshi qabul qiladi. Kelajakda menimcha Mondoni denovliklar uchun qanaqadir bir yangiliklari bordir, shular haqida ham bir gapirib bersangiz. Xudo xolasa, albatta bor, yangilik plan qilyapmiz. Ya'ni bizda ham shu pizzamiz, burgerimiz, hot-doglarimiz bor. Go'shtli mahsulotimiz yo'q. Ya'ni lavash, pishirib sotadigan go'shtlarimiz yo'q. O'sha narsalarni plan qilganmiz, yo'lga qo'yish Xudo xolasa. Ya'ni men go'shtsevar xalqqa, pожалуйста, endi menyumizda go'sht ham bo'ladi. Shunaqa bir qiziq voqea esimga tushib qoldi. Go'sht deganimizdagi endi ochganimizda endi biza pizzachilarimiz bizga jalba qilgan, ya'ni qaysi yaxshi ma'noda jalba qilgan. Ofitsiantlarga klientlar zakaz berayotganda 5 xil 10 xil pizzamiz bo'lsa, mana bunaqa pizzalarimiz bor desa, go'shtli pizza olib kel deganda. Vaholanki menyuda go'shtli pizzamiz yo'q. Go'shtli bo'lsa bo'ldi deyishgan. Go'shtli bo'lsa bo'ldi. Shu tushonka degan pizzamiz bor. Eng hit продажада ham shu. Tushonka. Tushonka. Yeb ko'rmagan ekanman lekin. Xudo xolasa. Menimcha ajoyibga o'xshaydi, chunki nazvaniyasi, ya'ni aytilishi tushonkani juda odamning apetitini ochadigan. Xo'p, Siroj aka, keyingi savolimiz shundan iboratki, meni bilishimcha Surxondaryo bo'ylab Mondoning filiallari ko'p ekan, lekin eng birinchi ochilgan filial Surxondaryoda qaysi tumanda bo'lgan? Termiz shahrida bo'lgan. Termiz shahrida. 2019-yil ochilgan. Adashmayotgan bo'lsam, yoki undan o'tgan bo'lishi ham mumkin. Shu birinchi o'sha yerda ochilgan. Birinchi Termiz shahrida ochilgan. U yoqda lekin bizada hozircha faqat marojniy bilan shirinliklar sotilinadi. Marojniyimiz yo'q. Fast foodimiz yo'q. Hozirda bir savol bermoqchiman. Termiz shahri ham bir o'ziga yarasha infrastrukturaga ega bo'lgan, naseleniyasi ancha obrazovanный xalq hisoblanadi, ya'ni yosh. Kirib kelish qiyin bo'lmadimi? Termiz shahriga birinchi kirib kelish mana strategiyasi bo'ladi-ku, o'shanda qiyinchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, nabarat juda oson bo'lgan va juda yaxshi qabul qilishgan. Juda yaxshi qilishgan. Shunaqa. Termiz shahrida menimcha Mondoni o'ziga yarasha konkurentlari bo'lsa kerak. Men yo'q deb hisoblayman. Mondoni konkurenti bu Mondo bo'lsa kerak. Shunaqa. Xursand bo'ldim. Albatta bu narsa odamda nima deydi, motivatsiyaga bir boshlaydi. Meni fikrimcha, meni konkurenti bu men deb bilaman. Mondo ham xuddi shu. Xo'p, endi bir sirli savol bu obunachilarimiz tomonidan yo'llangan ekan. Sir bo'lmasa, Mondoni Surxondaryodagi boshlig'i kim deb savol berishibdi. Xo'p, bizda har xil filialda har xil odam qariydi. Lekin asli xo'jayini Baxtiyor aka bilan Sayfiddin aka degan odamlar sherikchilikda ochishgan. Ya'ni Sayfiddin aka bu meni akam, Baxtiyor akam oldindan eski tanishimiz. Mondo asli shu Baxtiyor akaga qaraydi. Imенно Surxondaryoga Sayfiddin aka degan odam olib kirgan. Значит, bu sherikchilikda ochilgan biznes Shunaqa. Va filiallar boshliqlari emas, ikkita insonga hamma filiallar bo'ysunar ekan. Shunaqa. Juda ajoyib savolimizga javob bo'ldi. Ko'pchilik qiziqqandi. Mana bilib oldik Mondoni xo'jayini kimligi. Siroj aka, uzrda ko'pincha mana sizdan muloqotda bo'lganimizda endi men aniq mesni qayerdanligingizni bilmayman. Shevangizda ozroq Toshkent shevasi bor-da. O'shanda men hozirgi kunda shoshlarimiz orasida Surxondaryoda shevani bilasiz qanaqaligini. U prikol sifatidami tushunmayman. Svязка слов deydimi orada, aka, qattasiz nima edi degan gaplarni eshitib qolamiz. O'zi asli qayerliksiz? Men asli Surxondaryolikman. Mana-ki, Surxondaryolik o'zimizda. Shunaqa Surxondaryolikman. Biz endi oilaviy
man 1,5-2 yoshlar atrofida bo'lganman. O'sha payt oilaviy ko'chib ketganmiz Toshkentga. Bog'chada, maktabda, kollejda, hamma yoqda Toshkentda o'qiganman. Krasavchik. O'sha tilimiz ham o'sha yerda chiqqan, oshna og'aylarimiz ham shatli bo'lgan. O'shanga shevamiz shunaqa bizani. Qon tortadida Surxondaryoga qaytdilaringiz. Shunaqa aka. Albatta, Surxondaryo o'ziga yarasha solnichni deb qaraydigan bo'lsak viloyat hisoblanadi. Men xursand bo'ldim, sababi mana shu Toshkentda mana shunaqa narsalarni ko'rib, opitlarga ega bo'lib, bizning Denov shahrida bunaqa современный biznes ochish har kimga ham nasib qilmaydi. Alloh berganiga shukr. Juda ajoyib ochgansizlar, ko'z tegmasin. Endi menga qiziq, men o'zim kirgan paytim Mondoga, masalan, birinchi o'rinda atmosferaga ahamiyat beraman, dizaynga. Juda ham dizayn chiroyli tanlangan, ayniqsa kiruvchidan odam shkasdan oldiga turganda appetit ochadigan ranglarda. Menga qiziq, buni dizayneri kim o'zi? Buni dizayneri Muhammad Sobir degan odam. Bu dizayn bizga juda qimmatga tushgan o'zi. O'z ko'rinishidan ham bilinib turibdi. U dizayner ham katta kompaniyalarga dizayn qilib beradi. Ya'ni Bellissimo, Evis kabi fast foodlarga. Biz endi Denovda faqat marojniy emas, fast food bo'lgani uchun ularga iltimos qilganmiz, ular qilib berganlar. Ajoyib, ajoyib. Remont jarayonlarida menimcha o'zingiz qancha qatnashdingiz ko'rganimda. Remont jarayonlari juda qiyin bo'ldi. Kirganda ichkari chiller sistemalar juda ham chiroyli qo'ygan, detskiy zonalargacha hamma trебование bo'lsa bor, faqat endi go'sht kam deyapsiz, go'sht qo'shganingizdan keyin albatta somsachilar somsasini yig'ishtirib. Endi bir gap kelganda aytaman. Bu hozirgi podkastimizdan sal chetlashtirilgan mavzuda. Mana masalan, mahbuslar zonada pul o'rniga sigaret ishlatishadi. Bizda shunaqa narsa bor. Pulni o'rniga o'sha yerda eshitishim bo'yicha shu pulni o'rniga sigaret pul vazifasini bajaradi. Denovda somsa bajaradi u vazifani. Nima narsa olmoqchi bo'lsa, somsaning narxiga taqqoslab ko'radi. Masalan, bitta burger yemoqchi bo'lsa, somsa 23 ming, burger 35 ming. Buni ko'rib somsa yeganmi yaxshi deydi. Mana shu narsani bas qilishimiz kerak, sababi somsaxo'rlar somsasini yursin. Masalan, hamma ham har kun somsa yeb joniga tegadigan insonlar bor. Har xil variantdagini yeymiz deganlarga, pожалуйста, Mondon menyusini shuni ochamiz kelganda. Men o'zimga yoqqanligi uchun sizlarga ham taklif qilyapman shu narsani. Siroj aka, navbatdagi savolimizga qaytamiz. Navbatdagi savolimiz shundan iborat bo'ladiki, xo'p, Mondoni filiallarida общий Surxondaryo bo'yicha nechta inson ishlaydi? Hozirgi kunda 40 taga yaqin odam ishlaydi. 40 taga yaqin odam ishlaydi. Hech kimga sir emas, yurtboshimiz Shavkat Miromonovichning tashabbuslari bilan kambag'allikni qisqartirish hozirgi kunda plan rejasi, politikasi ketyapti. Har bir tadbirkor men kelganda so'rayman, qancha odam ishlatasiz? Shunaqa insonlar bor, qo'liga 1000 ga yaqin insonlar ishlatishar ekan. Bu juda ham baxt. Men ham orzuyim bor, qo'limda ko'proq odam ishlasin, ko'proq insonga oylik beray degan niyatda ishlayman. 40 ta inson bu 40 ta oila deganida, ancha muncha ekan. Ko'pincha siz bilan o'tirib bir mavzuni suhbatlashganmiz, ya'ni Denov shahrida hozirgi kunda ochilgan restoranda kandidatura, ya'ni ishlaydigan insonlarning kamchiligi. Ko'p ahamiyat beramiz. Mondon oltishni o'tib ketaversak, tepaga chiqqat yozib qo'yilgan ishga qabul qilamiz. O'sha plakat hali beri olinmadi. Shunaqa. Qanaqa muammolar bo'lyapti? Xo'p, Denov shahri o'zidan biz topa olmadik ishchi. Ya'ni biz hozir hamma ishchilarimiz eng yaqini Termizdan. Bu qo'yani Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidan, yana Toshkentdan kelib ishlayotganlar bor. Biz o'zi bu Denovni ochganimizda местный xalqqa o'zini ishlatib, o'ziga topshirmoqchi edik. Ya'ni baribir biznesni rivojlantirishimiz kerak. Boshqa tochka ochib, boshqa joyga ketganimizda bu yoni o'sha местный xalqiga tashlab ketishimiz kerak. Yaxshi strategiya. Lekin biz haligacha u muammoni hal qila olganimiz yo'q. Hal qila olmasalaring ham kerak. Sababi o'zimda ham shunaqa muammo. Masalan, Telegramda shunaqa kanallar bor. Endi bu общий muammoda deb qaraydi. Tadbirkorlarning hozirgi kundagi shu ishchilar bo'yicha. Keladi, bir kun ishlaydi, ketadi. Keladi, bir kun ishlaydi, ketadi. Men aytaman, qo'lingda nima keladi? Qo'lida ish kelmaydi-da, lekin katta oylik so'raydi. Holbuki qo'lida ish keladigan insonga yaxshi oylik beriladi. O'rtacha Denov filialidagi ofitsiantlarning oyligi qancha o'rtacha? Ofitsiantlarimiz bizda foizga ishlaydi. Hozir mana sezonimiz emas, 170 ming, 200 ming, 250 minggacha pul topishyapti. Sezon paytida 500 mingga yetar yetmas topishdi. Kuniga. Bir oyga 15 million. Shunaqa. Koreyaga borishim shart emas. Shunaqa bo'lib qoldi. Yana qanaqa sizda kandidatlar yetishmayapti sohada? Nimalar kerak? Bizda hamma pozitsiyamiz hozir odam qidiryapmiz hamma pozitsiyamizga, ya'ni barmenlik, baristalik,
shirinlikka, ya'ni desert qilishga konditer qidiryapmiz, povurlarimiz kerak, ofitsiantlarimiz kerak, hamma sohaga kerak hozir. Например, men barmenman, hozir keldim siz oldingizga. Men aytyapman, meni stajim где-то в Rossiyada ishlaganman, 3 yil o'sha haqida aytyapman. 3 yillik staji bor barmenlarga, например, qancha oylik berasiz? Shu narsada o'zimiz ko'p qiynaldik, ya'ni shunaqa kelishdi. Stajim qotdi, men yorib yuboraman deb kelishdi. Bizga yorib yuboradi, ya'ni kerak emas. Ya'ni bizning o'zimizning standartimiz bor. U boshqa joyda o'rgangan, boshqa joyda hunarni o'rganib kelgan. Bizning menyumiz boshqa, standartimiz boshqa. Bizning standart bilan ishlash kerak bo'ladi o'zi aslida. Oyligini, misol uchun, aslida shogird bola bo'ladigan bo'lsa 3 million. Ya'ni hech qachon ishlamagan. Siz aytgandek ishlagan bo'lsa 4,5-5 milliondan boshlaymiz. Bu har sezonda oylik oshib ketaveradi. 4,5 milliondan boshlanish. Yaxshi zarplata. Sababi oddiy sexlarda ham yaxshi professional ishchilar где-то maksimum 3 milliongacha oylik olganlik haqida eshityapsiz. Masalan, bizning Masfit seximizda 2 kishi ishlaydi. Oila a'zolarim va 2 kishi. Ikkita odamga 3 milliondan 6 million oylik beraman. Lekin ular professional povurlarda. Sizdan ancha narx baland. Qo'rqyapman shu Masfitdagilar Mondoga o'tib ketmasin deb. Masfitdamizni kelishsa olmaymiz aka. Albatta. Xo'p, endi yana ham chuqurroq bir savolim bor. Ko'pchilik bu savol kelganda sal mak bo'ladi-da. Sir bo'lmasa, Denov shahridagi Mondo filiali bir oyda qancha daromad ko'radi? U narsani o'zi aytishimiz mumkin emas. Hozir misol uchun $100,000 deb aytib yuborsam, noto'g'ri bo'lib qoladi. To'ppa-to'g'ri. O'shanga pul tinchlikni yaxshi ko'radi deyishadi-yu. Albatta. Shu sabab sir bo'lib qola qolsin. Gap yo'q, men xursandman. Sababi o'rislar aytganda, har doimgidek tadbirkorlar gap shuda, "Деньги любить tishini" deydi-ku, o'sha narsani bo'lgani zo'r. Endi Mondodan tashqari yana Surxondaryoda Denov shahrida nima bizneslar plan qilyapsizlar yana? Masalan, qo'shimcha. Hozircha yo'q. Hozircha faqat Mondoni o'zini rivojlantirish. Shunaqa. Mondoni o'zini marketing bo'yicha, eshitishim bo'yicha siz jani shug'ullanadi. Marketing yo'nalishi bo'yicha. Shug'ullanar edi. Hozirgi kunda u Toshkentda bo'lgani uchun bizga juda qiyinchilik bo'lib qoldi bu narsa. Ya'ni biz videoga olib tashlab beramiz, u montaj qiladi, u qo'yadi. Hozir u narsani to'xtatib qo'ydik. Qidiryapmiz. Hozir qidiryapsiz. Qidiryapmiz. Bu sohada bu borada sizga yordamga keladigan bir marketing agentligini bilaman. Yozib olasiz. voha.uz degan. voha.uzda ajoyib bizda nima desa bo'ladi? Mobilograflarimiz, SMM-shik mutaxassislarimiz, jam maqtanib o'rmaylik, bor. Yaxshi ishlashadi. Kimlardir hozir ekran ortida turib, "Yo, bu edi, u edi" degan gapni gapirish, har bir marketing agentligiga yaxshi oylik berilsa ishlaydi. Denovda bir qancha marketing agentliklari bor, ajoyib ish faoliyatini olib borishyapti, juda ham yaxshi ko'rsatyapti o'zlarini. Ozroq sayozlik bor. Baribir ilm olishimiz kerak bo'lar ekanda, qayerdandir. Masalan, men podkast ochishdan oldin baribir nutq san'ati degan narsadan, o nutqiy anondan, nima desam, proverkadan o'tish bo'yicha Toshkentga borib, ozroq ilm olib keldim. O'sha narsa menga qanaqadir foyda bo'ldi insonlar bilan gaplashishda. Voha.uzdagi SMM-chilarga keladigan bo'lsak, masalan, bizda shunaqa perdoplata bo'ladi marketing agentligida. 100% perdoplata ish boshlanishidan oldin to'lab beriladi. Holbuki marketing agentligi o'sha pulni olgandan keyin SMM-shikka полностью pulni bermaydi. SMM-shikka boriga 30% beradi, sababi zakazchik oldiga sharmanda bo'lmasligi uchun 70% pul marketing agentligining o'zining byudjetida turadi. Uni ko'rgan mobilograf ishni boshlaydi. Sababi pul bu motivatsiya. Oxirgacha tadbirkorlar pul bermayapti-da, kerak emas narsalar reklamasini tiqyapti. Masalan, hozirgi kunda shunaqa narsa moda bo'lgan, Instagramda trendga chiqqan narsani olgin qo'ygin deb aytadi. Holbuki u insonga biz so'raymiz, siz bu uznabayimiz kerakmi, tanilish yoki sotuv? Sotuvga trend yemaydi-da. Sizda masalan qanaqa o'zingizni kontentingizni tasavvur qilasiz? Qanaqa kontent bo'lsa, o'sha kontent aniq 100% sotuvlarni oshira oladi deb o'ylaysiz? Men o'zim har doim skromniy bo'lishini xohlayman. Kontent. Hamma narsani. Misol uchun Instagramda ham, hayotda ham shunaqa hamma narsa skromniy bo'lsin. Ya'ni bachkanalikni yomon ko'radigan insonman. Instagramda ham shu narsani xohlayman. Skromniy odamlarning me'dasiga tegmaydigan bo'lishini xohlayman. Skromniy odamlarning me'dasiga tegmaydigan va kreativ yo'nalishga asoslangan bo'lish kerak deb o'ylaysiz. Albatta bu yo'nalish to'g'ri. Xudo xolasa siz muammongizni bugun hozir podkastdan keyin hal qilamiz o'tirib.
mutaxassislarni uchrashtirib, qanday nima kerakligi bo'yicha hammasini to'g'rilab olamiz. Eng muhimi Voha podkast hozirgi kunda masalan podkastlarni ko'rishimiz mumkin 2 soat 2,5 soatgacha davom etyapti. Lekin Surxondaryoda Denov shahrida birinchilardan biz boshlaganligimiz uchun hozircha YouTube'da yarim soatlik qilib qo'yapmiz. Sababi do'stlar, xalqimiz 2 soat ko'radigan insonlar bor, ko'rmaydiganlar bor. Hozircha yarim soat ichida shuncha ma'lumot bera olsak, keyingi uchrashuvimiz siz masalan bir marta kelmaysiz, bir necha bor kelasiz hali. Unda o'sha 2 kishi emas, 3 kishi o'tirib, ya'ni bu oldingizga qanaqadir o'sha siz olib borayotgan biznesda boshqacharoq vakili, konkurent emas, boshqacharoq vakil bilan o'rganlikda shu Denov shahridagi muammolarni hal qilishga harakat qilamiz. Voha studio, ya'ni Voha podkast haqidagi o'zingizni bir mingillaringizni aytib o'tsangiz. Zo'r, men o'zim birinchi marta kelyapman bunaqa joylarga, podkastlarga. O'zi kamerani yonida hayajonlanadigan odatim bor. O'zi uydagilarga video tashlasam ham gaplarimni yo'qotib qo'yardim. Lekin bu yoqdagi atmosferani ko'rib, o'zimni xotirjam his qilib, bemalol gaplashdim. Menga juda yoqdi. Menga ham yoqdi, sababi sizdan oldingi bo'lgan insonlar bilan podkastim juda zo'r bo'lgan, bu ham juda ham ajoyib bo'lyapti. Sababi sizda откровенныйlik, bu ya'ni ochiq ko'ngil insonga o'xshaysiz ko'rinishingizdan. Skromni bo'lganingizga qaramasdan yuzingizda tabassum har doimgidek mana shuni tark etmasin. Do'stlar, biz Voha studiyada podkastni bugun Denov shahridagi Mondo filialining boshlig'i bilan birgalikda oldik. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ham yana ham yangi tadbirkorlar va yangi bizneslar haqida sizlar bilan tanishtirib o'tkazamiz. Ushbu videoni ko'radiganlarga faqat iltimos, YouTube kanalimiz bor, pastda silka bo'ladi. Silka orqali YouTube kanaliga o'tib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yamiz va har doim yangi podkastlarni ko'rishda davom etamiz. Denovliklar, sog' bo'lasizlar, hali sizlar bilan ancha yangiliklar birga qilamiz. Siroj aka, sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Endi Denovliklar sizni tinch qo'ymaydi ko'chada ko'rsa. Sog' bo'lasiz. Rahmat.